Bu yil hurmatli prezidentimiz Ulug' Vatan urush qatnashchilariga $10,000 dan rag'batlantirish qilib sovg'a berib yuborgan. Juda yaxshi. $10,000 nechta dollardan iborat bo'ladi. 100 Voy voy. $100 dollarlik bo'ladi. Voy voy voy. Talijonlar sog' bo'lsin. Tushirib qo'ying. Mana qaramay turing, mana gaplab Men gapim. Shetalan bor 80 yillikka alohida sizga. Voy yaşa. Prezidentimiz ömürlerinin oxirigacha prezident bo'lib, xalqparvar bo'lib, O'zbekistonimizni rivojlangan davlatlar qatoriga qo'shdi. Alloh u kishiga madad bersin. Ey yashang.